o'zi sut жизни deydi-yu. Ko'p o'ylanaman-da mana shu narsa haqida. Bir 25 yoshimda men tushundim. Nimaga men yashayotganim, nimaga imенно shu sohada ketayotganim, shu qanaqadir Alloh tarafdan berilgan ozgina talant, ne'mat bor-da, o'sha orqali mana shunaqa rezultatlarga erishsa bo'ladi-da. Ko'pchilikni nima deydi, ko'p odamlarni o'zini возможности bo'lmasligi mumkin-da. U sizga berilgan summa u sizniki emas. O'sha siz berib o'rganingiz sizniki. O'zi bilsanglar, butun dunyoda fondlar qanaqadir tematikaga направленный bo'ladi. Tam болезни, tam biyo. Men просто yordam degan fond ochmoqchiman, условно говоря. Bizning fondimizga обращаться qilishligi mumkin. Mana men zavodda ishlayman. Oyligim menimcha qizimni ertaga tug'ilgan kuni naqd badarka so'radi. Pulim yetmayapti deb prooflarni keltirib bersalar, bratga biz chiqarib beramiz pul. Kimdir tam 20 yildan beri uyi yo'q, uysiz yashashyapti, kelib aniq qilib berishsa, gap bo'lishi mumkin emas. Uy. Kimdir kasalligini tam